do'stlar, sizlar bilan men yana ko'p turganimdan baqayot tursamman. Hozir to'g'rim qishloqqa yig'ilibdi. Qishlog'i nima bo'ldi? Sendan so'ramadim. Qishlog'i nima bo'ldi? Kecha kimnidir Maxda uyida o'g'irlik bo'libdi. O'sha kimligini bilmayapmiz. Bilsa kelyapti, hozir o'sha edi. Olib bo'pti. Lekin ismi nima? Islomjon? Ha, seni deyishyapti. Chunki hamma qishloqlar seni deyishyapti. Yo'q, men emasman. Kech payt tushiga kutamiz. Otaylik. Bunga yechim topish kerak, do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan men nimaga to'plashyaptim? Men hali uyimni yangi olgan edim, yangi naqa qilyapman. Bunga yechim topish kerak. Bo'lmasam hayotimdan to'yaman. Chunki qilganimizga bo'ldi. Xullas kutamiz, kech payt bo'lishini. Ha. Men hammani pulini o'g'irlab, hammani va Islomjonni ayblayman. Tasiga tushmasin. Qich. Xo'sh, endi ishni boshlasak ham bo'ladi. Senga nima bo'ldi? Hozir. Senga nima bo'ldi? Meni Islomjon yoshga beylab ketdi. U hammani pulini o'g'irlabdi. Yana tushmagan. Xon chiqsin-da. Nihoyat do'stlar, men so'yib o'tdi. Nima? Islomjon qishloqdan haydaldi. Qishloqqa. Ikkovli. Qishloqqa nimaga haydalyapman? Chunki sen hammani pulini o'g'irlagansan. Yomon, emas. Nima qishlog'imizda? Do'stlar, shunday maza qilyapti odam. Mayli. Nima bo'ladi endi? Qayerga boramiz? Siz yangi uy oldim. Endi suyulga o'tirdim, shu narsa paydo bo'lyapti. Bunga suv ochish kerak. Kecha uxlab qolibman. Uyquchiligini bilish kerak. Mashta odamzini bu joyda. Odams. Juftlaylik. Hey, sen kimsan? Qo'rqma, men qishloqiman. Lekin kiyimimga qaraganda unday emasman. Senga yordamga keldim. Nima yordam? Seni qishloqdan haydabsan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Chunki sen devga aylangansan. Sen ashu devda yo'q qilishing kerak. Bo'lmasam hammani pulini o'g'irlaydi. Tushunmadim. Videoni qaytarib ko'rsam bo'ladimi? Ha. Video ko'rchi o'zi. Yo'q, yaramas. Shunday qildimi? Hali unga ko'rsatib beraman. Qarab tursin. Rahmat senga, qishloqi. Azmeda. Eshitmadi nima. Xullas ketdik. Mullami. Reja tuzish kerak bo'ldi hozir. Ashu devni o'rlab kelish kerak. Biz hozir shu valdan ishlatdilar. Bitta qilich va
oltinli qilich va qalqon olib va ularni olib unga ko'rsatib qo'yamiz. Jonli bo'lishda qanday qilishni ko'rsatganman. Hech kim meni yenga olmaydi. Endi uni oldim, ketdim. Do'stlar aytib bekinib o'tiribman. Hozir kelishi mumkin. Ketdik uni olishga. Ha, ketdik qilishni olib. Chiqolamni. Yo'q. Qishloqlarga mana delikdan. Qishloqqa men emasman. Men bildim kim o'g'ligini. Aytaymi? Ha, ayt, kim? U devga aylanib olib, sizlar pullarni o'g'irlab, unaqa qamoqqa uylanib olib, menga aytgan ekan. Keyin men uni o'ldirdim. Ha, rostmi gaping? Ha, rost. Allamayapman. Ha, bo'pti. Qishloqqa kirganing edi. Yaxshi bo'pti endi. Kirganing yaxshi. Bo'lmasa qamoqman. Chiqib olmasan, yolg'on gapirayotgan bo'lsang. Yo'q, yolg'on gapirmayapman, rahmat sizga. Men kirdim qishloqqa. Qishloqqa kirdim. Qishloqqa kirdim mana. Endi bu narsalarni o'chirib tashlaymiz. Tak. Men qishloqqa kirdim. Mashinada narsa meni asabimni o'ynayotgan. Endi buni kuni ketdi. Bo'ldi. Endi do'stlar, bunga nima deyishni bilamiz. Hamma biladi. Obuna bo'linglar tezroq. Yaxshi. Unda endi ashulalar bitta eshitaylik. Qani kattu mana qishloqlarda eshitamiz. Musiqa qani qishloqqa mana to'xta qishloqqa to'xta. Mana naqa qilib qo'y, maqtab qo'y. Qishloqqa. Biz sinfga ishonamiz hammaga. Ishonib ketolmaymiz. Lekin yaxshilarga bittada ishonamiz. Wow, so'g'ili deb o'ylaysizlarmi? Wow deydi-ku. Mana qo'ydan eshitaylikchi. Nima dedi? Tushunmaymiz-ku. Qishloqdan eshitaylik alabazda. Arrani bilasanmi? Ha, Achi. Yo'q, komediyani aytib beraveraymi? Ha, bo'pti. Комедия шестуда, фотография твоя, давай с вами устала. Bo'ldi, shu vodim bo'ldi. Suvga ham tushib ketdimmi? Ko'rlaymanzi. Biz qishlog'imizga o'ta go'zalda. Ana! Ketdi do'stlar. Baq. Qochish kerak do'stlar, qochish. Passenger small John. Do'stlar, sizlardan zoom qilib so'yaman. Chunki jicha mamma bopaloda videoga olishga ulgurmadim. Uzr sizlardan. Do'stlar, mana childim. Sizlardan uzr so'raman. Jicha mamma bopaloda bo'ldi, tugal. Xo'p, endi sizlar bilan xayrlashish kuni keldi.
Do'stlar, sizlar bilan bugun men qishloqdan hayit olmaganim uchun obuna bosib qo'yinglar. O'zan qilinglar bitta mani. Nega ashulalar eshitib turinglar. Mana yodlab oldim. Qishloqi, qishloqi. Pis taps. Yodlanmadi. Biz aqshga tushibdamiz. Pis taps, pis taps, pis taps. Bunga vasga tushma. Asabni boshlab olding. Ha, bo'pti. Do'stlar, sizlar bugun bo'pti.